Damaschamizda mana salafan bilan o'rab, antigravil sepishga tayyorlab, zanglarini tashit qilib, shpaklovkalarini qilib, ana hozir hamma ishlar tayyor bo'ldi. Mana endi mashinamizga antigravillarni sepib, germetikalarni qilib, ishimizni davom ettiramiz. Mana Damaschamizda gruntovkalarni sepib oldik. Xo'sh, mana tag qismlarini, germetikalarini qilib olganmiz hammasini. Mana antigravillarini sepib oldik, polni. Mana bu taraflari, mana taglari bilan mana kulturni qilib zo'r holatda chiqdi bu. Xo'sh. Mana eshigini, mana bu taraflarini ham mana sepib olingan. Endi nasib bo'lsa bu zanglamaydi. Qancha paytgacha mana bu taraflarini ham sepib oldik. Endi ustidan kraskalarni sepib, chiroyli qilib ishni davom ettiramiz. Mana bu qismi tarafi. Mana bu taraflari ham xuddi o'shana zanglari olib, germetikalari qilingan. Antigravillari sepilgan hammasi cho'tka holatda. İşimiz davom etmoqda. Mana mashinamizda kraskalarni sepib olyapmiz. Ozgina tezlashtirdik videoga cho'zilib ketmasligi uchun. Mana mashinamiz polni shumkasi ham bo'ldi. Videoga uncha tushirishimizdan ko'taribdi. Mashinamiz polni shumka bo'ldi, polni kraska bo'lyapti. Mana hozir kraskalarni sepib olyapmiz ichki qismlariga. Mana eshigimizning ichki qismlari antigravil sepib, ustidan gruntovka, ustidan mana kraskalar sepib olindi. Mana bu paroglari ham zo'r holatda chiqdi. Nasib bo'lsa, endi bular zanglamaydi ancha payt. Ana diskalarimizga kraskalarni sepib, ustidan laklarni sepib olamiz. Mana hozircha yangicha metod qo'lladik. Mana mashinamizda zadni mos rassorlariga polni matoviy qora kraskadan sepib oldik. Ustidan keyin laklarni sepib olamiz. Mana bu diskalarimiz tayyor turibdi. Xo'sh. Mana Damaschamizda kraskalarni sepib, hamma ishlarni qilib tugatib oldik. Zanglarni olib, antigravillarni sepib, mana diskachalarni ham kraska qilib, polni hamma joyini kraska qilib tayyor qildik mashinamizda. Antigravilchalari ham zo'r holatda bo'ldi. Endi bitta polirovkasi qoldi. Buni polirovka qilamiz. Mana diskachalari ham cho'tka bo'lgan rassorlari. Mana zadni moslar. Mana hamma joy addin. Mana kraska bo'ldi, polni. Mana baklar. Mana baklarigacha hamma joy cho'tka kraska bo'ldi. Ana lakchalari ham zo'r holatda bo'ldi. Mana baklari hamma joy o'tib chiqildi. Zang hech narsa qolmadi. Endi nasib bo'lsa ancha yil xizmat qiladi bu mashinamiz.